Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari Mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Bu qandaq yer? Qamoqxonada Gundupayning tarbiyachi, Kamir boshliqining o'g'inish boshlig'i, Kamirning sinib delishi meni o'yga silib qo'ydi. Bu mening hayotimga eng uzun hamra bo'lgan so'z edi. Men boshlang'ich maktabdan tortib toki to'liq o'tir maktabgacha sinfning o'g'inish boshlig'i bo'lgan edim. Oliy maktabda fakultet o'quvchilar uyushmasining o'g'inish hay'ati bo'ldim. Hayotimda men eng uzun qilgan, eng huzurlanib qilgan va eng qamlashtirib qilgan ishimmu o'g'inish bo'pti. Albuki ko'z oldimdagi muni o'g'inish boshlig'i deyilayotgan mal'un tamaki chekish, mahbuslarning azobidan huzurlanish, boshqalarni qul qilish, ularning qullarcha egilishidan, kibrlanishdan boshqa nimani o'rganib boqqan bo'lg'aydi? Men o'qigan maktablarda o'rganish boshlig'i o'quvchilarning o'rganishini tashkillaydi, yetaklaydi. Ammo tishlaridan tortib barmoqlarigacha tamakidan sarg'ayib ketgan bu iflos bizning qaysi o'rganishimizga bosh bo'lganiga o'rganish boshlig'i atiladigandu? Bu zodi qandaq yer? Bu yerda hech narsaning ismi jismiga mos kelmaydi. Ömrida kitob o'qib boqmagan, hayotida oppoq heroinni qop-qora isqa aylantirib ichiga so'mirib, qip-qizil kanini qop-qora mo'rga aylantirayotgan odam katib. Erkin qo'llarni ishkallab, so'roqqa tutib beradigan, hur insonlarni qamab, qulluqqa mahkum qiladigan, oqmas qoidalarni, yolg'on tashviqotlarni yodlashga zo'rlaydigan badbaxtning ismi tarbiyachi. Mushundaq mengish, o'ltirish, yeyish, ichish, so'zlash, uxlash va hojat qilishlarning hammasiga nazorat, qoida, boshliq va jazo bekitilgan yerning ismi sinf. Bu qandaq gap? Bu qandaq yer? Meni yoki mendek kishilarni bu yerga qamashdagi maqsad nima? Bu yerda kishilar nima uchun oqmas huquqlarni yodlashga majburlanib, amalga oshmas millatlar ittifoqligi, vatanparvarlik, zamonaviy madaniyat, inoq jamiyat qurishga doir mazmunlarni o'rganishga zo'rlandi? Inoq jamiyatni mushular quramdi? Millatlarni bular qandoq ittifoq qila oladi? Vatanni qo'g'dash qandoqsiga o'zining salomatligini, oilasini va millini qo'g'dashni bilmay tamaki bilan tutunga aylantirganlarning mas'uliyati burchi bo'lib qoldi. Farhatdek heroin xumarlarni cho'ng heroin sodagiri Mahvalung bilan bir yerga qamab qo'ysa, ularning kelajakdagi hamkorligi, sodasi texim ro'naq tepib, heroinning tarqalishi, heroin xumarlikning tahdidi texim kuchlanmamdi. Bir kamirda tamakini talishib chekib, bir tilda ravon so'zlab, bir naqshiga tang qingishib, kulishib yurgan Xitoy Yangyong, Tungan Mahvalung, Uyg'ur Farhatni kim ittifoq emas deydi? Ularni heroin parvarlikdan qutuldirmay turib, vatanparvar qilg'ili bo'lamdi. Zamonaviy madaniyat barpo qilish, adolatlik jamiyat qurish qandoqsiga bu oqchi, jidalxo'r va atalmish siyosiy mahbuslarning vazifasi bo'lib qoldi? Qonun o'rganish qandoqsiga mendek qonun bo'yicha ona tilni qo'g'dashga atlangan, qo'li ishkal, puti kishanga band qilingan kishining vazifasi bo'lib qoldi. Bu yerda hamma narsaning, odamning, tilning, qoidaning, kamirning, hatto qamoqdagi yemakliklarning ikki yuzi bor. Biri sirtqa ko'risish uchun, yana biri ichida ijro qilish uchun. Bir yuzi tashviq qilish uchun, yana bir yuzi tatbiq qilish uchun. Masalan, qamalg'uvchilarning huquq manfaatlari tamg'a yozilgan. Uni hammaylan yodlaymiz. Uningda yozilishicha, biz qamalgandan keyinla tunji so'roqdan burun advokat bilan ko'risha olamiz. So'roqda advokat bilan ko'rishmay turib, savollarga javob bermaslik, sukut qilish huquqimiz bor. Tamdagi qoida bizga yetarlik sof havodan, yetarlik uyqudan, sog'lom, sifatlik va pokiz tomoqdan bahrlanish huquqi bergan. Bizning qamoqxonaga haftada bir keladigan taftishlar orqali
qonundan maslahat elish huquqimiz bor. Ata-onamiz, ayol va bola chaqamiz bilan qarorlik ko'rishish huquqimiz bor. Ular bilan telefon va xat aloqa qilish huquqimiz cheklangan emas. Arz shikoyatlarimiz qamoqxonada oqmasa, yuqori qonun organlariga arz qilish huquqimiz bor. Har bir kameraning ishki yinida birdan arz sanduqi bor. Arz qilish ko'rinishda shu qadar qulay. Ikki yuzlik qoidalarning bizga ijro qilinadiganini qora, yoshurun, nomussiz yuzi. Ammo sirtqa tashviq qiladigani oq, ochiq, oshkora yuzi edi. Boshquruvchilarning ichida hech kim oshkora qoidaga amal qilmaydi. Boshquruvchi bo'lgan bizmi amal qilishni talab qilolmaymiz. Kamerda oqadigani amalda ijro qilinadiganini tamga esilmay qo'lga tarqitib beriladigan qoida. Uningda haq huquq degan narsa yo'q. Uningda yozilganning hammasi harbiycha buyruq. U qoidada qandoq menish, o'ltirish, yeyish, ichish, so'zlash, uxlash va hojat qilishlarning hammasiga nazoratchi va jazo bekitilgan. Qamoqxonada qo'llanadigan ismlarmi tashviqotda bir xil, ammo amalda yana bir xil. Biz qamalgan yerni xitoycha xo'za, uyg'urcha gunda deymiz. Ammo ko'rsatish uchun deyiladigan ismi sinib. Kamir boshlig'ini kamirdagilar xitoycha xo'zjang deb ataydi. Ma'nisi kamir boshlig'i degan bo'ladi. Ammo uning biz yodlashga majburlanadigan tashviqot uchun tayyorlangan qamoq qoidasidagi ismi o'g'inish boshlig'i edi. Bizni boshqaradigan kadrni biz Gundupay degan bilan uning rasmiy ismi tarbiyachi. Ammo biz tarbiyalanguvchilar yoki o'quvchi atalmaymiz. Bizning amaldagi ismimiz jinoyatchi. Tashviqotdagi ismimiz qamalg'uchi. Kamir boshlig'iga, Gundupayga, qamoqxona boshlig'iga gap qilishga to'g'ri kelsa, avval "Doklad, men jinoyatchi" deymiz. So'zla degan ijozat berilmaguncha gap qilishga bo'lmaydi. Bizdan beriladigan javoblar cho'qim "Xo'p, o'g'inish boshlig'i" yoki "Yo'q, o'g'inish boshlig'i" degan shaklda bo'lishi kerak. Hargiz ular bilan munozir qilishga, paranglashishga bo'lmaydi. Bu yerda Gunda, Gundupay, Gundabeshi, mahbus deyilgini Xitoylar ming yillardan beri qo'llanib kelayotgan konu so'zlar bo'lib, Xitoy Kompartiyasi yo'qotdiq deydigan zulmatlik konu dunyodagi konu tuzumdan qolgan Xitoy Kompartiyasi hokimiyatga chiqqandan keyin amaldan qoldirilgan bu atalmish feodal so'zlar qamoqxonada yanada aktiv. Xitoylar tashviqotda ishlatadigan sinib, tarbiyachi, qamalg'uchi deyilgini kommunistlar 1949-yildan keyin yaratmoqchi bo'lgan yangi dunyoga xos yangi so'zlar bo'lsa-mu, ularni qamoqda tashviqotdan boshqa chog'da hech kim ishlatmaydi. Tashviqotdagisi balkim avamga yoki dunyoga ko'rsatilmoqchi bo'lgan bir go'zal manzil bo'lishi mumkin. Ammo qamoqxonada ijro qilinayotgani yana shu 2000 yillik insonni qul qiladigan podshohlik tuzumdan qolgan an'ana edi. Qamoqda kayfiyat harbiycha bo'lib, bu yerda ixtiyoriy o'rganishga, maslahatga, kengashga, o'ylanib beqishga fursat yo'q. Yotqanlarimiz askarcha yig'iladi. Atigan soat 6 dan boshlab toki oqshom soat 10 bo'lgacha bo'ysundig'inimiz harbiy tuzum. Kamirdagilarning bir-birini yangi askar, peshqadam askar deb atishi acaba mushu sababdanmi? Bir-birini askar atib olganlar sabdosh bo'lishi va bir-biriga sabdoshlikni yetkazishi kerak edi. Ammo bu yerda birining beshiga yana biri dastlab turayotgan bir piramida mavjud. Mendek siyosiy chatiqi barlar bu piramidaning eng ostiga besilgan tosh yoki kesak. Bir-birini ko'rinishga askar atib olgan bu kishilar amaliyotda bir-birini jinoyatchi deb chaqiradi. Biz turayotgan kamir sinib atalgan bilan tarbiyachi atalgan Gundupaylar
kameraning oldiga kelganda, xuddi qo'tonning oldiga kelgandek og'zi burnini itib yoki maskalab keladi. Chiroyida saskinish, nafrat va bizarlikdan boshqa ifoda aks etmaydi. Bu zodi qandoq yer?